Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı görüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2025-ci il 19 yanvar yekşənbə. Hər yekşənbə günü ətdigəndə bir həftə cərəyanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub kilovatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizdən mavzularına köz yürütüb ötəyli. İstiqlalda Xitayğa qarşı yana bir yeni səhifə açıldı. Taylandakı Uyğurlarının Xitayğa qaytarılış xavfi əndişə qozğamaqda. Ürümçide gayet zor təbii baylıq zapısı bayqaldı. Amerika yana 37 Xitay şirkətini cəza tizimligiga kirgizdi. Amerika Xitay bilan Rossiyaga münasibətlik 15 şirkətni cəza tizimligiga qoşdu. Və Amerikanın Tashqi İşlər Ministri namzati Xitayğa qarşı meydanını təkidlədi. Demək, bu həftəlik xəbərlərimiz bunlardan ibarət. Ondaqda birinci xəbərdən başlap görüb ötəyli. İstiqlalda Xitayğa qarşı yana bir yeni səhifə açıldı. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə, 17 ildən bu yana həmmanlar məlum bolğandək nurgun müsabiqələrini besib ötdük. Kiçiklikdən gün sürü çoğunluqqa gün sürü proqramlarımızın məzmununu mollaşdırğan əsasda dünyanın hər qaysı yerlərindəki xalqımızga istiqlal ekranında xizmət qılıb kilovatımız, tor betimiz bugün hazır 4 xil tildə ərəbcə, ingiliscə, türkcə, Uyğurca bu 4 tildə yıllardan bu yan bütün hər xil məzmunlarda Xitay təcavüzçülərinin vətənimizdə şiddətlik icra qılıb atqan barlıq cinayətlərini eçib daşlaş üçün keç gündüz xizmət qılıb kilovatımız əmmələr məlum bolğandək. Əlbəttə, bundan keyinki nişanımız mı? Bunu fərqlıq bugünküdək Xitay təcavüzçüləri müşünçüvala dəlil ispat, yəni hər günü xəbər torbətlərdən dünyada bir ayadın Xitayının cinayətlərə münasibətlik bir xəbər tepilməydiğən gün yox desək, hər kəs aşırı etken bulmaydıqan dərəcədə cinayətləri şünçüvala yığıb dostmu bu təcavüzçülər. Yəni hazırgıcı nümussuzlarca bütünlüy inkar qılıb, özünün bütün cinayətlərini aqlaş üçün milyonlarca dolar pul sərf qılıb, bütün dünyada xilmi-xil nəticə onluğan tillarda dünyanın hər qaysı yerlərdə tətür təşviqatı arqılıq bulub İslam dünyasındakı ən axırqı yıllarda, yaxınqı yıllarda bilislər, bu cinayətlər səbəblik Xitayğa besim boğanca bu təcavüzçülər yana nurgulluğan atalmış ömək, bu xilmi-xil sahədəki kişilərini təklif qılıb, ziyarətki orunlaşdırıb, bütün tətür təşviqatını qılıb atılamdı. Əlbəttə, bu səbəbdən nurgun dünyanın hər qaysı tillərə kengeyişimiz kerek boğan məsələ. Şunun üçün bu 2025-ci ili birinci aydan başlap İslam dünyasındakı ən çoğ nüfusqa, ən köp nüfusqa ega bolğan Indoneziya xalqiga istiqlalniki bütün proqramları, bütün xəbər, həmin məzmunlarniki bu tildə, yəni Indoneziya tilida tarqıtışını rəsmi başladı qadirli görülmələrimiz. Əlbəttə, xoşallıq bir iş biz üçün davayımızı tunuşduruş, teximi küçülük, nurgun bu yerdəki xalqlarga ən köp nüfusqa ega bir xalq buluş sübütü bilən əlbəttə bularının kimi bizning vətənimizdəki Xitayның cinayətlərini teximi yaxın, teximi eniq, işənçilik mənbədən bilişi intayın mühim məsələ. Şunun üçün biz bu ildən başlap bu tilini yolu qoyğan bolduq. İnşallah bu qədəmniki, bu yeni bir qədəmniki millətimiz, xalqımız üçün xeyirlik buluşunu, nurgun yaxşı nəticələrə vəsilə buluşunu ümid qılımız Rabbimdən. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək. Taylanddakı Uyğurlarının Xitayğa qaytarılış xavfi əndişə qozğamaqda. Qadirlik görülmələrimiz, əlbəttə bu həftə bu xəbər bütün ictimai fikir vasitələrini bir aldı desək buludu. Əlbəttə, yıllardan bu yan, 10 neçə ildən bu yan bu yerdəki qeyrindaşlarımız hazır 48 kişi qayıb qaldı, əmimizə məlum bolğandək. Muşularınki məsələsi bəzidə naiti köp gün tərtib qıldı, bəzidə timtas yoqab kişidir ayla deyəndək. Bularınki muşundaq adaletsiz bir şəkildə 10 neçə ildən bu yan bir yerdə tutuluşu, bütün dünyadakı xalqımızın Uyğurlarının əlbəttə yürükünü puçulaydıqan məsələ.
mayli tashkilotlar bo'lsin, xalqimiz bo'lsin, bu masala pat-pat shunday kun tartibga kelib turyapti. Bu qatim shu turmada, shu yerdagi turmada tutirilayotgan bir qarindashimizniki 11-yanvar bir ovozliq uchuri turmadan bizni Xitoyga qaytarib o'tmoqchi, shu masala o'tirib qo'yilyapti degan bu ovoz tarqalish bilan nurg'un g'ulg'ula qo'zg'aldi. Buningga qarata albatta tashkilotlarimiz bo'lsin, bütün dünyadaki xalqimiz bo'lsin, nihoyatda andisha ichida darhol harakatga o'tdi. Chunki ilgirki bir fojia yuz bermasin bu yerda, shu 109 qarindoshimiz Xitoy tarafidan elib ketilgandek bunda bir fojianing qayta yuz bermasligi uchun jiddiy bir harakatlar mushu hafta ichida orqa-orqadan yuz berdi. Hammalar bilasizlar, biz kundalik xabarimizda albatta kundaligidek buni xabarini berib turdik. Hamda bu vaqtda egidigan yana uchurlarimizning ichida Bangkokda faoliyat qilayotgan islomiy tashkilotlarmi bu xabar o'tirib chiqqan ekan. Har qaysi tillardan bularning masalalarini aytib ko'plab tarqatdik, biz ham tarqatdik, boshqa ijtimoiy uchur vositalarida ham tarqaldi bu masalalar. Bangkokda faoliyat qilayotgan islomiy tashkilotlar tutib turayotgan Uyg'urlarning ahvoliga diqqat qilib turayotganligini, Tayland hukumatining 48 Uyg'urni Xitoyga topshirib berganligi haqidagi xabarni anlagandan keyin Bangkokdagi islomiy tashkilotlar ularni Xitoyga topshirib berishni darhol to'xtatish kerakligi haqida murojaat qilganligi haqidagi uchurni ham egalladik bu hafta ichida. Undan boshqa musulmon parlamenti a'zosi Kannavi Subsiang parlamentda Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish fikriga qarshi chiqqan va ularni qaytarmaslik haqida hukumatga chaqiriq qildi. Taylanddagi musulmon inson haqlari komissari doktor Suchat apandimi Uyg'ur masalasida ommaviy tashkilotlar bilan zich hamkorlashayotganligini bildirgan. Demak, bu masalalarda o'tirib qo'yilgandan keyin Tayland bilan Xitoyninki diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yillik bir mezgili bo'lganligi uchun ba'zi xabarlar albatta bularni tilga olindi. Tayland Xitoyga chiroyli ko'rinish uchun bu munosabat bilan shuni qaytarib ba'zi bir manfaatni qo'lga keltirish ehtimalim bo'lishi mumkin degan so'zlar o'tirib qo'yildi. Yana bir tarafdan bundaq qilish bugun shunda dunyoning har qaysi joylaridan yillardan buyon Taylandga topshirmaslik haqida besim bo'layotgan bir vaziyatda mayli 50 yillik to'shqan 50 yillik munosabat, ikki davlatning munosabati bunda bir paytga to'g'ri kelgan bo'lsa-mu, lekin xalqaro jamiyatning noroziligini ko'z tutib Tayland buningga jur'at qilolmaydi degan fikrlarni o'tirib qo'yilyapti. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi albatta shu ovoz chiqqan kuni akşam masalan jiddiy harakatga o'tib, shu tashkilotning, ya'ni Tashkilotlar Birligining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon boshchiligidagi hay'at shu kechalar Anqaraga yo'lga chiqib, bir qator ko'rishlarda, faoliyatlarda bo'ldi. 15-yanvar Anqarada Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi munosabat raisi Zafar Sirakaya apandi bilan u yerda ko'rishib, partiyaning, hokimiyat ustidagi partiyaniki tashqi munosabatlar bo'limininki raisi bo'lganligi uchun bu yerda ko'rishib, bu masalani albatta Taylanddagi qarindoshimizning masalasini o'tirib qo'ydi. Turkiya parlamenti inson haqlari komitetinining raisi Daryo Yanik xonim bilan bu yerda ko'rishib, bu masalani tafsiliy holatda o'tirib qo'ydi. Bu yerdagi Uyg'urlarning jiddiy shaklda darhol qutqizib olinishi kerakligi haqida. Albatta yana ziyoratlar oqidan kundalik xabarimizda tafsiliy berdik albatta. Anqaradagi Tayland elchixonasi bilan, Taylandning bosh elchisi bilan bevosita ko'rishdi bu Hidoyatullo O'g'uzxon apandim boshchiligidagi hay'at. Bu yerda ko'rishib, bu masala hozir jiddiy xalqimizni beorom qilayotgan, butun dunyodagi xalqimiz buni diqqat qilayotgan masalaga aylanganligi uchun bosh elchi bilan elchixona ichida ko'rishib, Xitoyga qaytarmaslik haqida bu Uyg'urlarni bu suhbatni o'rinlashtirgan. Bosh elchi bo'lsa Tayland tashqi ishlar ministrining Tashkilotlar Birligi hay'atining ziyoratiga javob tariqasida avatgan maxsus xatini hay'atga, shu hay'atning oldida konsulxona ichida o'qib bergan. Mazkur xatda Tayland hukumatining har qanday bir qaror chiqarishda Taylandning mustaqil irodasi, Tayland qonuniy har qaysi davlatlar bilan bo'lgan aloqasi, inson haqlari va xalqaro qonun, davlatning har qaysi organlarining tavsiyasi qatorliq 5 prinsipga tayinlanganligi, ammo Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish haqida Tayland hukumatining hech qanday bir qaror chiqarmaganligi va bundaq niyati yo'q ekanligi bildirilgan. Tashqi ishlar ministrining elchiga avatgan xatini bu hay'atga o'qib bergan. Xat yana Tayland hukumatining tutqundagi Uyg'urlarning bexatarligi va salomatligi uchun
kuch chiqarayotganligi qayd qilingan. Bu sözler elbette güzel sözler de. Ama lekin insonni çoğun bir sual işareti var bu sözlerdim elbette. Hazırgacha ilgari qaytirib o'tilgan bir fojia yuz berdi. 109 Uyg'ur. O vaqtda Tayland hukumati masalan mustaqil irodasi, Tayland qonuni bunga ko'ra har qaysi davlatlar bilan bo'lgan aloqasi inson haqlari xalqaro qonun. Bularni tilga olgan Taylandniki o'tmishiga qarasak bunday bir fojia yuz bergan. Va yillar jarayonida bu 10 yil jarayonida u yerdagi turmadagi nachar sharoit u yerdagi qarindoshlarimiz yaşayan ve nurgulları kesel sebebinden ölüp ketken kardeşlerimiz var. O salametlik üçün güç çıkarıvatımız devatkan bu sözler bilen ulanın emeli şaraitininki ve anlayan bir vasıta şu yerdeki turumdan içindeki kişilerinki çıkargan avazları ve şu yerde berip ziyaret kılıp köygen kardeşlerimizninki sözler bilen bu sözlerinin asman zemin farkı var hikayelikini bilişimiz gereken. Bunçuvalar sen insan haklarına riayet kıldığın şey olsa, ulanın salametlik köngül bulduğun şey olsa, bunçuvalar yıl hiç kandak ya hüküm çıkarmasın, hiç kandak bir nesi, məlum bir mezgilme bekitmesinden müşündak tutup duruşun, kaysi insan haklarına uygun, kaysi insan haklarının nərige, Tayland kanununki nərige düşüdü acaba da bir insandan sorğusu gibi. Her kandak bir insan bunu soruş gerek elbette. İnsan Haklarını Kötü Teşkilatı'nın statistiksi asaslanğanda 2014 yıldan başlap Tayland'da təxminən 350 Uyghur tutulğan bulup, bunun içinde 172 ayol ve bala 2015 yılı 7. ayda Türkiye'ye ötkep uğurlaştırılğan. 109 er kişi bolsa Amerika aeroplandaki görünüşlerde facialik bir şekilde bu Xitay tecavüzçileri dünyaya özünü göz kılıp, boğazı kılıp, benim şunda qaytırıp kilaleymen degan şekilde numussuzlarca bu şekilde qaytırıp ketken oldu. Ve hazırgacha izdirik yok o kardeşlerimizinki. Hem de 48 Uyghur kardeşimizinki hazır mevcut duruyatkan. Ulanın türlü şeraitideki meseleler, naiti, načar hikayedeki nurgun halkaralık mı şu insan hakları kötü teşkilatının statistiksi de dokulatırılığından mesele. Ve bultur Abdullah Abdülaziz Met Qurban isimli iki Uygur'un türmede kaza kıgallıqını mı naiti qaygıqçıda dünya halkımız bilgen bir meselemdi. Şunun için elbette bularının en kısa vakitte qutulup ve şundaqla bu nime çağırıq elan qılğan günün ayet-i İstanbul'daki bir Türk'üm Uygurlar hem bu isimden götürülüp qaptı. Tayland konsulxanasının aldığı çıkıp bir yerde narazılığını bildirdi. Hem Türkiye hükümeti Erdoğan hükümetinden Prezident Erdoğan'dan 4 xil bayanat elan qılıp bu Uygurlarınki Türkiye'ye qaytırılıp kelişi hakkında çokum derhal bir hareket qilish keraklığı hakkında bir yerde bayanatla elan qılıp bir yerdeki İstanbul'daki bir Türk'üm halkımız namayış qıldı İstanbul'da. Xoş, yeni bir xabarımız kelsek. Ürümçide gayet zor tabii baylık zapısı bayqal diye. Kadirlik görülmelerimiz elbette her haftadigidek vatanimizninki ma'lum bir yerden şundaq baylık tepilayotganligi, yenidən bir baylıqni Xitoyning texmi vahşi şekilde talan-taraj qilish hareketini kuchaytirib, kengaytirayotganligi haqida xabar yo'q, hafta yo'q desek ham bo'lardi. Davomli haftada chiqib turadi. Qarab qayli. Hamda hozir vatanimizning har qandaq bir yerine bir ko'lusilam baylık chiqadigan şekilde yaratib o'tibdi ekan Rabbimiz. Ama bu baylıklarımız, bu güzel toprak, bu zemindeki sanaksız hesap, sanap tüketkisiz bu baylıklarımız, bu tecavüzçülerin tapını aslında veyran kılınatıdı, bulantadan kılınatıdı. Bu vaktim Ürümçide 100 milyar kubmetreye yetadigan tabii gaz zapısı bayqalğan. Her daim deyimiz o, yani sanlıq məlumat Xitayning berganligi üçün bununla nəticəsi köpəytib təsəvvür qilishimiz kerak deb. Atalmış Şinjan gazetesinde berildi bu xabar. Bu rayondagi tabii gazning geologiyalik bayliq miqdori 100 milyar kubmetrga yetadiganligi bu yerda cho'ng tipdiki bir neftlikning ham shakllanishi ehtimoliga intayin yaqin ekanligi bildirilgan xabarda. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq tabii bayliq nazarati əməldarlarının ötken yılı aşkarlıca Şərq Türkistan'ın qazılma baylıqları mol,
yoshurun kuchi g'oyat zo'r, bayqalgan turli qezilma 153 xil, aniqlangan bayliq zapisi 103 xil bo'lib, ayrim holda Sharq Turkistonning bayliq zapisi bütün Xitoyning bayligining 88% va 63%ni egallaydi. O'ylab qo'ying. Shuning uchun bu numussiz tajovuzchilar zodi bu nimish qisam qilib bu tuproqni, bu zaminni tutib turishim kerak. Shunma bu zaminning egalarini yo'qotib etmasam, bu yerga bularni kuchlantirib qo'ysam, bularni tamoman yo'q qilib, o'zimning mangulik o'zimning qilib oladigan bir holatga olib kelmasam, bu yerdan ayrilib qolsam, men vayron bo'laman deganni his qilg'achqa bu tajovuzchilar bu vahshiy siyosatini yurgizayotdi hozir. O'ylab qo'ying, bu bayilgan bütün Xitoyni tasavvur qilaylik. 1 milliarddan ortiq Xitoyni beqiyotgan bu go'zal zaminni. O'ylab qo'ying. 77 xil qezilma bayliqning aniqlangan bayliq zapisi Xitoy o'lkalariga selishtirganda oldingi 10 ning ichida turadi ekan. O'tgan yili atalmış Uyg'ur Avtonom rayon maliyasi chiqargan mablag' bulturqi 150 million yuandan 500 million yuanga ko'paytirilgan. Dunyodagi eng chong energiya iste'molchisi bo'lgan Xitoy Sharq Turkistonda neftdan boshqa oltin, platina, kumush, uran va ko'mir qatorliq nurg'unlagan yer osti va yer usti qimmatli boyliqlarni kech kunduz 24 soat bulang-talang qilib to'shib ketyapti. Va mushunchalar boyliqni yeb turib va buni yeb turib, bundan foydalanib turib, numussizlarcha bu boyliqning egalarini yer yuzini yo'qotib o'tish uchun butun vahshiylikni kech kunduz ijro qilyapti. Mana bu shunday bir numussiz tajovuzchilar bular. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika yana 37 Xitoy shirkatini jazo tizimligiga kirgizdi. Albatta bu masalalarni har hafta aslab Xitoy shirkatlari Amerikaning jazosiga yoki G'arbning nurg'un jazolariga uchrab kelyapti, qadrli ko'ruvchilarimiz. Yani şu Xitoyning jinoyatlari, numussizligi, inson haqlari, kishilik huquqi hech qanday narsani ko'z kelmasdan qilayotgan tajovuzchilik sababli bu jazolar üst-üste kelyapti. Bu qatim 37 Xitoy shirkatini bir vaqtda, ya'ni eng ko'p bir qatimda jazoga kirgizilgan eng ko'p shirkat deb qaraldi bu xabar. Mazkur Xitoy shirkatlari Sharq Turkistondagi majburiy emgakka munosabatli deb ayıplanıp jazo tizimligiga kirgizildi. Birleşme Xabar Agentligining xabarida berildi bu xabar. Amerika 15 yanvar majburiy emgakka munosabatli deb gumon qilingan 37 Xitoy shirkatining mahsulotlarining Amerikaga kirishini cheklaydiganligini bildirdi. Bu cheklama konchilik, to'qimachilik va quyosh energiyasi qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi ekan. Fransiya agentligining bu vaqtdagi xabariga asoslanganda Amerika Davlat bexatarlik ministerligi yana 37 shirkatni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni tizimligiga kirgizgan. Shuning bilan tizimlikdagi shirkatlarning umumiy soni 150 ga yaqinlashgan. Bu shirkatlar ishlab chiqargan yoki ishlab chiqarishga qatnashgan mahsulotlarning Amerikaga kirishi cheklandi ekan. Davlat bexatarlik ministri Alejandro Mayorkas bu haqda bu qitim besilgan qadam majburiy emgakning rahimsiz qilmishlariga qarshi kurash bo'lib, tüp insoniy huquqni qo'g'dash va erkin, adil, raqobatli bozorini qo'g'dash yo'lidagi tirishchiligimizni yana bir qitim namoyon qildi degan shaklda so'z qilgan. Bildirilishicha, yangi embargo tizimiga kirgizilgan shirkatlar Sharq Turkistonda muhim metal kollarini qizish va bartaraf qilish kasbi bilan shug'ullanadigan shirkatlarni o'z ichiga oldi ekan. Bu qitim tizimdagi yana Sharq Turkiston paxtasini teriydigan va dunyoga paxta to'qilma mahsulotlarini ishlab chiqaradigan shirkatlar, shundaqla Sharq Turkistondagi ko'p kristallik kremniy materiallarini, quyosh energiyasi taxtlarini ishlab chiqaradigan shirkatlarmi kirgizilgan 37 shirkatning ichiga. Demak, bu shaklda qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz bu albatta jazoga munosabatli xabar. Amerika Xitoy bilan Rossiyaga munosabatli 15 shirkatni jazo tizimligiga qo'shdi. Demak, 37 bu 15 o'ylab qolgan. Bir hafta hozir Joe Biden eng oxirgi kunlarda ustiga jazo kirgiziladiganligi shirkatlarni kirgizayotdi hamda hozir. Hattoki bu xabarda chiqdi hozir deymiz. Kilerki mesela hozirgi kelmoqchi bo'lgan Trump hukumati u jazolarning ikki hukumat o'rtasida ma'lum ba'zi bir jazolarni amaldan hukumatlar orasida bekor qilib o'tib, ma'musun deb u andishidan har qanday jazoni amaldan qoldirish uchun oldi bilan
Amerika parlamentiga, kongressga bormay turib, o jazoni amaldan qoldirilmaydigan shaklda qoldiradi. Jazoga kirgizadi hozir. Bu Amerika Moliya ministrligi bu 15 shirkatni jazo tizimiga kirgizgan. 15 yanvar Rossiyaning Ukrainadagi urushni, ya'ni urushni qo'llaydigan shirkat va organlarga qartilgan jazo tadbirlarini kengaytirib, taxminan 100 shirkat yoki organning qayta jazo nishoni qilib bekitgan organni qayta jazo nishoni qilib bekitganligini va 15 yangi shirkatga jazo tadbiri qo'llanganligini e'lon qildi. Yani Xitoy va Rossiya bilan munosabatli shirkatlar bu 15. Amerika Moliya ministrligining bir oliy amaldori jazo tuzumlariga asosan Rossiya mudofaa sanoati tarmoqlari bilan muhim savdo munosabati bor shirkatlarning jazoga uchrash xavfiga duch kelganligini bildirgan. U yana jazo tadbirlarining bekor qilinishi uchun yuqorida deganimdek cho'qim parlamentga uqtirish qilinishi kerakligini bildirgan. Nimishqa keyingi hukumat kelsa, uni xohlagancha amaldan qoldiramizsin deb, keyingi hukumatning oldidagi yo'lni biroz qiyinlashtirganda buni bilan. Xabar qilinishicha, Amerika jazo tizimiga kirgizgan Xitoy shirkatlari Anhui Hongshin xalqaro savdo shirkati, Qin Qingyuan Fofeng Leda ta'minlash zanjiri mulozimat shirkati, Qaylongjiang Shunshan iqtisod savdo taraqqiyot shirkati, Qingdao Heji tijorat mulozimat shirkati, atalmish Xinjiang moliya import eksport shirkati, Hangzhou Shanxi savdo shirkati, Shanxi Hongrun Jinhua savdo shirkati, Fujian Xinwufang xalqaro savdo shirkati, Jilin o'lkasi Shunda savdo shirkati qatorliqlar bu 15 shirkatning ichida bor degan gap. Ya'ni bu üst-üstiga mana shunday jazo bu hafta Xitoyga noiti zarb berilgan bir hafta bo'ldi desak bo'ladi. Xo'sh, yana bir xabarga kelsak, Amerikaning tashqi ishlar ministri nomzodi Xitoyga qarshi maydonini ta'kidladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Marco Rubio'ningki yillardan buyon Uyg'ur xalqining tortayotgan alamlariga Amerikada eng kuchli nurg'un mayli qonunning tasdiqlanish masalalarida bo'lsin, yillardan buyon nihoyatda ko'p kuchli bir ovoz chiqarib, hassi qo'shib kelayotganligi va bu sababdan Xitoyning jazo tizimligiga kirgizilgan bir shaxs, bir siyosatchi albatta. Bu qatim hamda Trump hukumatida tashqi ishlar ministri bo'lish, ya'ni bu bo'ldi desak ham bo'ldi, asosiyatni oxirgi masalan hozirgi bu parlamentda bir guvohlik buni nurg'un savol so'raydigan har qanday ministr kelishdan burun Amerika parlamentida oxirgi bosqichlar desak bo'ldi hamda, chunki Trump o'ziniki saylov mezgilida tashqi ishlar ministri bo'lganligini nurg'un bekitib olgan asosiyatdan. Demak, bu yerda guvohlik berganda qilgan so'zi bu hafta nihoyatda xabarlarda ko'p berilgan bir xabar. Amerikaning tashqi ishlar ministri nomzodi Marco Rubio Trumpning Panama kanalidagi Xitoyning mavjudligi to'g'risidagi andestiga qo'shilganligini va uning fikrini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Albatta Panama masalasidagi Trumpning so'zlari butun dunyo kun tartibida butun ijtimoiy fikr vositalarida nihoyatda ko'p, mayli Kanada haqida qilgan gapi bo'lsin, Panama masalasi bo'lsin, g'ulg'ul qo'zg'ayotgan masala ham nurg'un masalalar tilg'anayotdi. Janubiy Xitoy sari pochtasi 16 yanvarda bergan xabar bu. Avam palata a'zosi Marco Rubio Amerika tashqi ishlar ministrligiga tayinlash haqidagi guvohlik yig'inida so'z qilib, Xitoyning Panama kanaliga bo'lgan ta'siri qatorliq dunyoviy nishonlarni tanqid qildi va Xitoyning Amerika davlat bexatarligiga tahdid paydo qilganligini bildirdi. Rubio'ning bayonlari prezidentlikka saylangan Donald Trumpning kanalni Panamaga o'tkazib berishning strategiyalik xatolik ekanligi to'g'risidagi so'zlar bilan mos qadamda bo'lgan. Rubio Panama masalasini 21-asrdagi xalqiliq qiyin masala deb qaragandan sirt, Xitoyning Hong Kongdagi harakatlarini ayiblagan va Amerikaning Tayvanni qo'g'dash va'dasini qayta ta'kidlagan. U guvohlik yig'inida yana Uyg'ur masalasi haqida to'xtalib, vazifaga tayinlangan taqdirda bu jihatdagi maydonining o'zgarmaydiganligini ham ta'kidlagan so'zda. Va bu hafta ichida ham shu Tayvanddagi Uyg'urlarning qaytarilish masalasi tilga olinib, inglizcha nurg'un kanallarda berildi bu dunyoda. Bularninki qaytarilishi haqida so'z qilganligi haqida xabarlar chiqqan bo'ldi. U so'zning oxirida yana muhim mahsulotlarning Amerikaning Xitoyga beqinishini azaytishni, Amerikaning Xitoyga beqinishini azaytishning zarurligini ta'kidlab, Amerikani Xitoyning Janubiy dengizdagi harbiy harakatiga qarshi kuchli inkas qaytarishga chaqirdi. Cho'qim kuchli inkas qaytarishimiz kerak Amerika bilan suhbatimiz bilan deb.
Marco Rubio Avam Palatasidagi xizmati jarayonida xabarning beshidim dedim. Mushu Xitoyning jinoyatlari masalasini eng ko'p tilga olganligi uchun Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalasini ko'plab tilga olib, Xitoyning ko'ziga qadalgan mex bo'lib kelganligi uchun Xitoy mushu uning qilgan mushu harakatlari sababli Xitoyning jazolash tizimidagi atalmış yani qanday jazolaysan ekan. Yani kulgusini keltirgan şekilde bu garip Amerikaga masalan nurg'un Xitoyning birer şirketini jazolashi Xitoylar nurg'un qiyinchilik uchraydi. Ya ama lekin Xitoy qo'pib bu yerda Amerikaning rahbarlarini siyosatchilarini uni buni jazoladim, uni qildim, buni qildim yani. Mal mülkünü to'g'ritdim. Amiyatda butun Xitoy siyosatchilarining, Xitoy boylarining nurg'un shirkatlarining mal mulklari, millionlab pullari g'arbda, Amerikada va boshqa yerlarda. Bu narsani to'g'ritib qo'ysa yoki jazo tizimiga kirib qolsa nurg'un masala pulga shan uchraydigan Xitoy. Ammo bularningki, bu siyosatchilarningki, bu nimalarningki Xitoyda qaysi mal mulki olsun yani. İnsanın kulgusini keltirgan shaklda bu Xitoylar shundaq bu jazoga qarshi men bir uningga javob qaytirdim degan shaklda axborotda o'z ichidagi xalqiga yo'g'onchilik qilish uchun tizimlikka kirgizib qo'ydim, uni qildim, buni qildim deydi. Niyati hech qanday bir narsaga ularningki bir mo'yiga ta'sir ko'rsatmaydi ki yani Xitoyning qo'ygan kirgizdim, uni qildim, buni qildim degan. Faqatlam tashviqotda o'zining javob berganligini bildirish uchun propoza qilib, yo'g'onchilik qilish uchun qildim. Demek bu şekilde ceza tizimiga kirgizilgan shaxslarning, siyosatchilarning biri edi. Demek ki aldığımızdaki kunlarda albatta mana bugun 19 ata Trump vazifasini topshirib oldi. Yangi bir Xitoy bilan yangi bir sahifa ochilib, bundan keyin albatta xabarlarni albatta ko'rib turibsizlar. Nurg'un ishlarni yuz berishi mumkin. Xalqimiz uchun, dunyo uchun nurg'un yaxshi ishlarning ro'yobga chiqishini arzu qilamiz, umid qilamiz. Bu tajovuzchilarningki mayli kim bo'lsa bo'lsin, vayron bo'lish minutlarning yaqinlab kelayotganligini inshaalloh dunyo ko'rishini arzu qilamiz. Alloh umr va saatiki kundalik xabarimizni hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.